tariqati haqida gapirganda hammamiz ham yaxshi bilamizki, mana yaqin yillarda ham o'sha Naqshbandiy shayxlari bor edi. Juda nuroniy, avliyo kishilar va ular doimo mana shu xalqni boshida turib, xalqni din va diyonatga undab, shogirdlarni to'g'ri yo'lga undab, insonlarni doimo saxovatga undab, g'iybatdan, fisq fasoddan, tuhmatdan nari turgan, keyin odamlarga manmanlik bilan qaramagin, manman bo'lmagin, takabbur bo'lmagin, xokisor bo'lgin deb nasihat qilganlarni bilamizda. Mana o'sha Mazub Namangoniy hazratlari. Bitta misol aytadigan bo'lsak, bu kishi mana shu Namangonda o'tgan va juda ulug' avliyo bo'lganlar. Naqshbandiya shayxi bo'lganlar. Bu kishining o'sha kitoblarida ham o'sha pir muridlik odoblari qanday bo'lishi haqida juda ko'p ko'rsatmalar bor. Mana Azimxo'ja Eshona shu Qo'qonda o'tgan, bu kishi ham Naqshbandiy shayxi bo'lganlar. Endi bunaqa diyorimizda o'tgan shayxlar juda ham ko'p. Mana balki sizlar ham yaqin yillarda o'tgan mana shu Naqshbandiy shayxlarimiz va ularning o'sha ulug' ibrat bo'ladigan joylarini, ilmlari, odob, axloqlaridan xabardorsizlar. Shaharimizda Azimxo'ja Eshon o'tgan ekanlar. Yassaviya sulugida bo'lganlar bu kishi. Bir hikmatlari bor. Bandalikning shartidir. Ojizlig'i siniqliq. Sulton bo'lsang olamga hargiz qilma ulug'liq. Ya'ni bu bitta misrayu juda olamga tatiydigan misrada. Inson kibrdan saqlanish kerakda. Kibriyolik Allohning o'ziga xos. Inson shu payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, hashhoshni urug'icha kibri bor odam jannatda hidini ham iskamaydi deganlar. Hashhosh nima? Hashhosh ko'knori. Ko'knorini urug'icha kibri bor odam jannat hidini iskamaydi deganlar. Bu mana bu tariqatlar hammasi mana shu insonni qalbiy poklikka erishtirib, shunaqa kibrdan, riyodan uzoqlashtiradigan vositalar bular hammasi. Avvalo hamma tariqatlarda o'zagi payg'ambarimiz alayhissalomga borib taqaladida, to'g'rimi? Keyin mana bu Hazrati Bahodir Naqshbandiy bobomiz ham Uvaysi bo'lgan ekanlar. Ham Uvaysi bo'lgan, ham endi haligi Said Amir Qilolli u kishi xalifasi bo'lganlar. Said Amir Qilolga yillar xizmat qilganlar, keyin shu kishidan irshod olganlar. Va bir vaqt o'zida u kishi Uvaysi ham bo'lganlar. Naqshband kitobida o'sha Abduxoliq G'ijduvoniyga Uvaysi bo'lgan ekanlar-da. Abduxoliq G'ijduvoniy ruhoniyatdan bu kishi tarbiya topganlar. Shu jihatdan u kishi ham Uvaysi, ham o'sha zohiriy o'sha davrning shayxlaridan. Maqomoti Shohi Naqshbandda shu keladi. Mana lekin mana podshomiz ham mana Umarxon Jannat makon tarixda shoirlik bilan, adolat bilan nom qoldirdilar. Nodira begim mana onaxonimiz, shunga o'xshagan tarixda nomi qolgan odamlar borki, hammasi ahli tariqat bo'lgan. Nimaga? Mana shu tariqat tufayli ko'ngil pokligiga erishib, mana shunaqa darajalarni topishgan, bizga ma'naviy oziqalar qoldirib ketishgan. Mana bu yana mana tarixchilardan xabarlar qoldirib ketishgan bizga. Nafaqat Qo'qonda, butun O'rta Osiyoda, Turkistonda qulub ishlatilmas ekan. Bozorlarda ham, omborlarda ham hech qayerda qulub ishlatilmas ekan. Nimagaki? O'g'rini o'zi bo'lmagan. Bu darajaga masalan taraqqiyotda, masalan texnikada, boshqada, orqada bo'lsak ham ma'naviyatda hammadan yuqori bo'lganmiz. O'shaning uchun Turkiston qulub ishlatilmagan mamlakat deyilgan. Butun xalqimiz bilan poklikka erishganmiz. Nima tufayli? Mana shunaqa Naqshbandiya, Yassaviya mana shunaqa tariqat suluklari orqali erkak zoti borki, ayol zoti borki, shunaqa pir murshidlarga bayat qilmagan odam bo'lmagan ilgari. O'shaning uchun mana shunaqa natijalarga erishilgan. To'g'rimi, domlajon? Xuddi shunday bir narsani shu yerda aytib o'tishimiz kerak. Mana bu Naqshbandiya tariqati haqida juda ko'p kitoblar, risolalar yozilgan. Arabcha, forscha, turkcha
boshqa tillarda ham. Endi bu Hazrat Navoiy tilga keltirgan bu Naqshbandiya tariqati aslida o'sha Hazrati Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan boshlanadi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq, Salmon Forsi, Qosim ibn Muhammad, Ja'far Sodiq, Boyazid Bistomi, Abul Hasan Qaraqoni, Abu Ali Formadi, Yusuf Hamadoni, Abduxoliq G'ijduvoniy. Demakki, Naqshbandiya tariqatini silsilasi mana shunday davom etgan. Endi shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Mana shu Jami Navoiylarga qadar ham mana shu Naqshbandiya tariqati haqida ancha asarlar, risolalar yozilgandi. Mana shunday risolalardan biri Hoji Yusuf Hamadoniyni Odobi tariqat degan risolalari bor. Uni biz forschadan tarjima qilib nashr qilganmiz. Bu Hoji Yusuf Hamadoniy bilasizlar, Abduxoliq G'ijduvoniy bilan o'sha Hoji Ahmad Yasaviylarning ustozi piri bo'ladi. Asli bu kishi Hamadonlik. Hamadon bu o'sha Eron tarafdagi bir yurt. O'sha yoqlardan Buxoroga keladilar. Shu yerda Buxoroda ma'lum bir vaqt suluk yuritadilar. Bu kishini haqiqiy qabrlari bugungi kunda Turkmanistonning Marv shahrida. Marvda bu kishini qabrlari. Endi bizning diyorimizda maqom qabrlar ham bor. Bir qancha hali Hamadoniyda maqom qabrlar bor. Masalan, Xorazmda ham bor. Bular endi ramziy qabrlar. Demoqchimanki, bu kishini o'sha Odobi tariqat degan kitoblarida aytadiki, agar deydi, o'sha Naqshbandiya sulukiga kirgan kishi ustozidan uzoq bo'lsa, uzoq yursa, bir kunda hech bo'lmasa 8 varaq mana shu ulug'larning kitobidan o'qisin deydilar. Ulug'larning kitobidan o'qisham bir fayz bo'lar ekan-da. Endi mana shu Odobi tariqatda tariqatni deydilar 4 ta asosi bor deydilar. Hozir shu o'rinda aytsak, menimcha foydali bo'ladi. Bu tariqatni deydilar 4 ta asosi bor deydilar. Birinchi asos deydilar, bu nafs riyozati deydilar. Bu nafs riyozati. Bu yo'lga kirgan kishi deydilar, o'sha nafsini riyozat bilan uni qo'lga olishi kerak. Va nafs deydilar, orzu havaslar doirasida emas, ehtiyoj doirasida bo'lishi kerak. Yeyishi, ichishi, kiyinishi o'sha ehtiyoj doirasida bo'lishi kerak deydilar. Chunki Domlashadda bitta savol paydo bo'lib qoldi. Masalan, Yusuf Hamadoniy 4 ta xalifalari bo'lgan ekan. Hasan Andoqiy, Abdulloh Barqiy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoji Ahmad Yassaviy. Endi mana bu hazrati to'ralalari ham shu Yusuf Hamadoniydan irshod olishgan, lekin hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy maxfiy sulukka moyil bo'lganlar. Hoji Ahmad Yassaviy Jahriyaga. Shunga bitta piri murshid bir necha suluklarga ham irshod berishi mumkinmi? Xuddi shunday. O'zi tasavvuf tarixida 6 ta, 7 ta tariqatlardan ijozat olgan shayxlar bo'lgan. Endi bu Hoji Ahmad Yassaviyga ham irshod berganlar. Bu kishi endi Yassiga ketganlar, Turkistonning Yassisiga ma'naviy ishora bilan ketganlar va bu kishi o'sha Jahriyaga asoslangan Yassaviya tariqatiga asos solganlar. Bu yerda albatta bu zohiriy haligi ko'rsatmalardan tashqari ruhoniyat olamida ham bularga amr bo'ladi. Amr bo'ladi ruhoniyat olami bilan. Ya'ni bu valilar o'zlaricha xohlagan ishlarni qilishmaydi. Shu uchun Yassaviy hazrat ham o'sha bir ma'naviy ishora olganlar va Yassaviy tariqatiga asos solganlar. Lekin o'sha Hoji Yusuf Hamadoniyni Naqshbandiya tariqatini davomchisi sifatida Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy u kishidan keyin davom ettirdilar. Buxoroning o'sha 7 pirini Alisher Navoiy nimaga Nasoil muhabbatda nomlarini zikr qiladi. Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoji Orif Rivgariy, Mahmud Anjir Fag'naviy, Ali Ar-Romitani, Muhammad Bobo Sammosi, Amir Kulol, Hazrati Bahovuddin Naqshband rahmatullohi alayhim ajmain amalar.
Endi mana shu Yusuf Hamadoniy Hazratlari odobi tariqatda demakki o'sha ustozidan, piridan yiroq bo'lgan odam bir kunda kamida 8 varaq, ya'ni 16 bet avliyolarning kitobidan o'qisin, unga fayz yetib turadi deydilar. Keyin aytadilarki, tariqatni deydilar 4 ta asosi bor deydilar. Birinchi asos o'sha nafs riyozati. Biz aytdik. Demakki, u yeyishi, ichishi hammasi odob doirasida bo'lishi kerak. U hoyu havas doirasida bo'lishi kerak emas. Chunki u nafsga qo'yib bersang, hali hadis sharifda ham borki, bir vodiy oltin bo'lsa, bu nafs shundayki, ikkinchi vodiydagi oltinni ham xohlaydi-da. Buni tuproq to'ldirsin buni ko'zini deydilar. Ya'ni nafsni tabiati shunday yaralgan. Bo'lmasam bir vodiy oltin yetmaydimi bir qisqa umrga? Yo'q. Shu ikkinchi vodiydagi oltin ham meniki bo'lsin deyganda. Ya'ni nafsga qo'yib bersak, xuddi ajdarhodek uni hech havasini chegarasi yo'q ekan. Endi ikkinchisi deydilar, luqma va xirqani pok bo'lishi deydilar. Tariqatning asosi luqma va xirqani pok bo'lishi. Chunki hadis shariflarda ham kelgan ekanki, shariat 10 hissa bo'lsa, uni 9 hissasi luqmai pok, luqmai halol, qolgan hammasi bir hissadan bir hissani tashkil qiladigan ekanlar. Shu uchun ham agar diqqat qilsak, bizni o'sha ulug'larimiz, o'sha shayxlar, avliyolar, ulamolarga qancha nazr niyoz tushishidan qat'iy nazar bir kasb bilan shug'ullangan ular. Hammalarda bir kasb bo'lgan. Shu kasb bilan bola chaqani boqqan, boshqa qilgan, haligi kelgan nazr niyozladi, pulladi, qo'y echkiladi, hammasini xalqqa yedirgan ular. Ihson qilayorgan. Endi uchinchisi mujohada dedilar. Jiddiy jahd qilish. Ya'ni sulh yo'liga kirgan odam jiddiy jahd qilish kerak. Nima bilan jiddiy jahd qilish kerak? Ya'ni shayton bilan, nafs bilan, dunyo havasi bilan, ya'ni dunyo muhabbati bilan. Shular bilan jiddiy jahd qilib, shularga qarshi tura olmasa, agar shulardan g'olib kelmasa, endi agar ular g'olib bo'lsa, bu mag'lub bo'lsa, ish buziladi. Ish rasvo bo'ladi. Shu uchun Allah aytadi-ku, nafs tasavvuf tariqat shundayki, bunga kirdingmi, nafsni ustidan hokim bo'lgan. Agar nafs seni ustingdan hokim bo'lsa, bilginki sen hali hech narsa qilmabsan deydi. Mana shunday. Demak, endi oxirgi asos, 4-asos deydilar, bu zikr deydilar. Zikr va mana shu deydilar, zikr tariqatning eng muhim jihatlardan biri deydilar. Hatto Hamadoniy Hazratlari aytgan ekanlarki, garchi riyozatlar, mujohadalar, ibodatlar, bular o'sha yaxshi amallar hammasi bo'lsa-yu, zikr bo'lmasa maqsadga yetib bo'lmaydi degan ekanlar. Zikr valiylikni bilaguzidir degan ekanlar hatto. Demakki, demoqchimanki, mana bugunga qadar o'sha Naqshbandiyya tariqati haqida qancha risolalar yozilgan, turli tillarda bu narsa ancha oldindan aytilib kelingan, oldindan yozib kelingan, oldindan o'sha pirlar o'sha shogirdlariga mana shu tariqatni talablarini, uslublarini, tamoyillarini o'rgatib kelganlar. Endi Naqshbandiyya tariqati haqida gapirganimizda o'sha 11 rasha bor. Ya'ni asosiy 11 ta talablari bor. Buni rashhalar deydi. Buni o'sha 8 tasini Abduxoliq G'ijduvoniy tariqatga kiritganlar, 3 tasini Hazrat Bahodir Naqshband kiritganlar. Lekin ba'zi bir olimlar aytadilarki, uni dastlabki 4 tasini Yusuf Hamadoniy tariqatga joriy qildilar, 4 tasini Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy joriy qildilar, kiritdilar. Mana bu 3 tasini Hazrat Bahodir Naqshband kiritdilar deydilar. Endi qisqacha baribir bu haqda ham aytishimiz kerak, Mana hush dardam deydilar. Hush dardam bu nima? Kirayotgan va chiqayotgan har bir nafasda Allohning yodidan g'ofil bo'lmaslik. Hush dardam, ya'ni olayotgan har bir nafasingizda g'aflatda qolmaslik. Har bir nafasda hushyor turish kerak. Chunki nafasni olib chiqarishimizni o'zi ham bir g'animat deydi.
Endi ikkinchisi nazar barqadam. Bu qisqa aytyapman. Nazar barqadam. Yurganda qadamiga razm solib, ogoh bo'lib yurmoqlik. Ya'ni yurganida o'sha qadamini uchiga qarab yursin. Har atrofga, yerga, osmonga, har tarafga qarab, haligi harom narsalarga ko'zi tushmasin deydilar. Shuning uchun oyoq uchiga qarab yursin. Haqiqatdan ham mana ba'zi bir ustozlarimizni bilardik, keksalarni shu qo'llarida hassada shunda boshlarini xam qilib yurardilar. Yerga qarab yurardilar. Bu bejiz ular yerga qarab yurmagan. O'sha nomahramdan, har xil noxush narsalardan o'zlarini saqlab yurganlar. Safar darvatan. Vatanda turib atrofni mulohaza qilmoq. Ya'ni safar darvatanni endi bu bir ma'naviy tomoni bor. Ya'ni vatanda turib safar qilishlik. Inson agar o'sha sulukda ma'lum bir maqom martabaga yetsa, turgan joydan deydi, butun dunyoni, koinotni ko'rib turadi va sayr qiladi deydi. Xilvat dar anjuman yana biri. Zohirda xalq bilan birga va botinda Alloh taolo bilan birga xilvat dar anjuman. Hazrati Bahodir Naqshband o'sha bir kishiga javob berganda sizni tariqatingizni asosiy qoidasi nima deganda xilvat dar anjuman deb javob bergan ekanlar. Ya'ni mana anjumanda ko'p shunday ichida turganda ham o'sha Allohni zikridan chalg'imaslik, Allohni zikridan g'aflatda qolmaslik. Ya'ni shunaqa malaka hosil qilishlik yo'lini o'rgatar ekan. Xilvat dar anjuman. Endi yodkart, til bilan yo qalb bilan o'sha zikr qilmoq, doimo o'sha Allohni yod qilishlik. Bozgasht, kalima-i tayyibani dilidan o'tkazib turmoq. Ya'ni ilohi anta maqsudi va rizoka matlubi. O'sha zikrdan keyin yo zikrlarda asnosida doimo Allohim maqsadim sensan va seni roziliging mening talabim degan o'sha kalimani aytib turishlik. Nigohdosh, kalima-i tayyibani dilidan o'tkazayotganda xotirani jam qilib turmoq. Ya'ni xotirani, xayolni har xil yomon narsalarga, vasvasalarga haligi burmaslik. O'sha turli xil xayollarga berilib ketmaslik. Nigohdoshga demakki o'sha zikr qilayotgan payti doimo esi hushi mana shu zikrda bo'lsin deyaptilar. Endi yoddosh, bu ham o'sha Alloh taoloni doimo yodda tutmoq har qanday holatda. Endi Bahodir Naqshband tayin etgan rashalar deydilar 3 ta. Vuqufi qalbiy, vuqufi adadiy, vuqufi zamoniy deydilar. Buni Hazrati Bahodir Naqshband o'sha tariqatga kiritganlar va Hazrat Alisher Navoiy ham o'zlarining ba'zi bir qit'alarida mana shu kiritilgan narsalar haqida fikr bildirganlar. Vuqufi zamoniy, o'tkazilayotgan vaqtni doimo mulohaza qilib turmoq. Ya'ni o'tayotgan vaqtdan, zamondan doimo ogoh bo'lib turishlik kerak. Vuqufi adadiy, demak zikr qilayotgan paytda sanoqqa e'tibor berish kerak. Endi vuqufi qalbiy, ya'ni Alloh nomini doimo qalbda tutish, ya'ni qalbdan ogoh bo'lib turish kerak. Mana endi qisqacha aytganda bu o'zi alohida bir kitob bo'ladigan narsalar. Biz alohida kitobimizda Asos va rashhalar degan kitobimizda bu mana shu rashhalar haqida alohida nima berganmiz. Kitobni olganda nima qilamiz? Alohida ma'lumot berganmiz. Kishilar haligi xohlagan kishilar topib o'qishlari mumkin. Chunki Hojagon Naqshbandiyani asoslari, o'ziga yarasha asoslari bor, o'ziga yarasha rashhalari bor. Buni endi qo'shimcha adabiyot sifatida o'rgansak, biz o'sha nimani Naqshbandiyya tariqatining mohiyatini yanada yaxshi bilamiz. Mana asoslar va rashhalar. Mana shunda rashhalar haqida juda keng ma'lumot berilgan. Ya'ni Naqshbandiyya tariqatining rashhalari haqida. Bu endi haligi 7 pir, o'sha Buxorodagi 7 pir haqida ma'lumot berilgan kitob. Chunki Hazrat Navoiy ham bu 7 pir haqida alohida to'xtaladilar. Ayniqsa Hazrati Bahodir Naqshbandni asarlarda katta mehr, katta muhabbat bilan qayta-qayta nomlarini zikr qiladilar. Endi mana bu ham tasavvuf va naqshbandiylik
bu kitobda ham o'sha Hazrat Alisher Navoiyning Nasoiy muhabbat kitoblarda keltirilgan o'sha ulug' pirlarni, ulug' ustozlarni tasavvuf haqida, shayxlik haqida, muridlik haqidagi o'sha hamma hikmatli so'zlarini jamlab mana bu kitobda berganmiz. Bu kitoblarni ko'rsatishimiz sababi agar topib o'qisak bizga qo'shimcha bir kerakli ma'lumotlarni beradi deb o'ylayman. Yetti pir bir necha marta nashr bo'ldi. Yetti pir endi bu bir necha marta nashr bo'ldi. O'zi bu Buxorodagi yetti pir butun dunyoga mashhur. Oltin silsila degan bir silsila bor. Ya'ni Naqshbandiyani oltin silsilasi. Mana shu Naqshbandiyani butun dunyodagi silsilasida bizni O'zbekistondan 11 ta pir kirgan. Demak, Buxorodagi yetti pir, Samarqandda Xo'ja Ahrori Vali, kitobda Darvish Muhammad bilan Xoja Imkanagi, Surxondaryoda Aloddin Attor bilan Muhammad Zohid Baxshivoriy. Mana shu zotlar butun dunyo Naqshbandiya tariqatini silsilalarida kirgan. Shu uchun butun dunyodan kelgan ziyoratchilar shu insonlarni iloji bo'lsa ziyorat qilib ketadi. Demakki bizni diyorimizdan 12 ta. Mavlono Yaqub Charxiyning o'qishi nimada? O'qishi ham borlarda, o'qishi lekin Tojikistonda. Mavlono Yaqub Charxiy, o'qishi Xo'ja Ahrori Valiyning pirlari. Shu Hazrati Mavlami Hoji Hindistoniyning qabrlari ham shu Mavlono Yaqub Charxiyning yonlarida ekan. Ziyorat qilganlar bordir endi. Xullas kalom, demakki biz bugun bahs yuritayotgan mana shu Naqshbandiya tariqatini o'ziga xos nimalari bor ekan, asoslari bor, rashhalari bor, talablari bor ekan. Bularni biz qancha yaxshi bilsak, Hazrat Navoiyda asarlaridagi o'sha fikrlarni, mazmun mohiyatini shunchalik chuqurroq bilamiz, anglaymiz, idrok qilamiz. Naqshbandiya tariqatida bu solih amal juda muhim. Odob, axloq, saxovat, karam, muruvvat, futuvat, mana bu barcha xislat, fazilatlar Naqshbandiya tariqatiga kiradigan solik uchun juda muhim deb aytdik. Va Hazrat Alisher Navoiy mana shu asarlarida yaxshi xulqlar haqida ham mukammal xabar berganlar, yozganlar. Yomon xulqlar haqida ham, solih amallar haqida ham, ihson haqida ham, shularni hammasi haqida batafsil ma'lumot berganlarki, mana ihson haqida Hazrat Navoiyda fikrlari bor ekan. Hazrat Navoiy ihsonda o'zlarini hayotlarida dastur amal deb bilganlar. Mana bizga tarixdan yetib kelgan yuzlab talabalarga maoshlar tayinlashgan. Xattotlarga alohida maoshlar tayinlashgan. Nechta madrasalar qurdirishgan. Undan tashqari odamiy ersang demagil odamiy oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Xalqqa agar ariq kovlash kerak bo'lsa, yo masalan ko'prik qurish kerak bo'lsa, o'sha xalqning g'amida shu narsalarni qilishgan. Endi shu darajada qilishganki, har yili zakotga, nisobga to'g'ri kelmagan pullari. Chunki sarf qilishavergan. Topganlari sarf qilishgan. O'sha davrda eng badavlat odamlardan bo'lishgan. Endi mana shu nima poyda Naqshbandiya hazratlarini bittadan bitta hammamiz uchun yodaki bo'lib ketgan naqllari bor. Dasbakor, dilbayor. Aytishadiki, qo'ling ishda bo'lsin, qalbing Alloh bilan bo'lsin deyishadi. Ana shu mana shu nimaga naqlga Hazrat Navoiy to'liq amal qilishgan. Umrlarining so'ngigacha masalan nima nima ihson qilishgan bo'lsa, hammasi o'zini joy-joyiga qilishgan. Endi bizni davriga kelib shularni hisobga oladigan bo'lsak, mana o'tgan asrda Qo'qonda Latifdan ham boylar chiqqan. Sonsiz, sanoqsiz boylar chiqqan. Lekin biz o'shalarni eslaymiz. Biz eslaydiganlarimiz bizga yetib kelganlari
o'zlarining saxovatlari bilan, ehsonlari bilan ko'zga ko'ringanlari Mirgulshan boy. Mirgulshan boy hazratlarini mana qilgan bog'lari orqali esimizda qolgan. Xalqqa qilgan narsalari uchun. Undan tashqari mana Obidjon Mahmudov birinchi tog' sanoatini olib kirishgan. Ana shu haqiqiy saxovatlik o'zbek boylaridan bo'lishgan. Undan tashqari bular adabiyot ahlini, ma'naviyat ahlini ham qo'llab-quvvatlab turishgan. Tasavvuf haqida gapirganda albatta Hazrat Navoiyni o'sha ishq, muhabbat haqidagi satrlari ham esga tushadi-da. Navoiy hazratlari o'sha asarlarda majoziy ishq, haqiqiy ishqlar haqida gapiradilar va o'sha solikning, ya'ni tariqat yo'liga kirgan odam majoziy ishqdan, haqiqiy ishqda ham juda sof, xolis va haqiqiy ma'noda oshiq bo'lish kerak deydilar. Va mana shu ishq haqida juda ko'p fikrlarni bildiradilar. Shulardan biri o'sha Mahbubul Qulubda ham keladi. Ukamiz hozir shu haqida bir ikki og'iz gapirib beradilar. Ishq haqida Hazrat Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asarida shunday deydi. Ishq bir o'tdir. Do'st diydorini ko'rishni istasang oshiq bo'l. Va agar o'zliging bunga yo'l qo'ymasa, sen uning oshiqlari qatorida bo'l. Agar senda ishq o'tini ko'rishni havasi bo'lsa, ishqning bir uchquni sen tomon sachrasa bas. Hurmatga loyiq odamlar muhtojlikka tushib qolsalar yoki keksaligi tufayli kasb hunar qila olmay qolsalar qarib va tilanishga tillari bormasa, ularga rahm qilmoqni g'animat bil. Qo'lingdan kelgancha ihson qil. O'sha qari odamlarga, musafirlarga hurmat qilishga deyaptilar-da. Lekin yigitchining qo'lidan ketmon chopish kelsa, o'tin tashimoqqa uddalasa, unga ihson qilgan kishi Alloh molini zoyi qilgan bo'ladi. Demak, yosh, baquvvat odamga ihson to'g'ri kelmas ekanda. Ishlash kerak, kuchini boricha ishlash kerak ekan o'sha. Ishlash kerak. Ikkinchi toifa ta'rifni beryapti. Zarbab to'nli dunyoparast najosat ustiga qo'ngan chivinga o'xshaydi. Taqvodor, pokdomon kishi esa masjidda e'tikof o'tirganda mushaf Qur'on varaqlari orasidagi gulga o'xshaydi. Shunday chiroyli bo'lib turar ekanda shu odamlar. Mashrab g'azali o'rtar ijro etadi O'zganboy Mahmudov. Agar aşığım etsem küp canı cahanırken, agar aşığım etsem küp canı cahanırken, bu işq sırrın beyan etsem Haki ulhanlar Kişiye işq otirdim zar Reise bunu görgen Bulup bir sabr bir takat Yüreğimde içine Bulup bir sabr bir takat yüreğimde içine alır. Kayıtı birleyi canan seni ve
vasfing beyan etsem Kayıtıl bir lay canan Seni vasfing beyan etsem Tilim lalı gözüm güyan Süngeklerin kanıtı Tilim lalı gözüm güyan Süngeklerin kanıtı Ay Bu derdinle harap oldum Kelip halimni sürmezsen Bu derdinle harap oldum Kelip halimni sürmezsen Gami boshqa, alam boshqa Yuragimni quvonursan Gami boshqa, alam boshqa Yuragimni quvonursan Aşraf derdini cana Hiç kim başıga salma Bu aşraf derdini yarab Hiç kim başıga salma Agar mahshardan olsam zaminu osmonda Agar oshilmasam kuyib yonib jahon o'rtar Muloqot telekanali orqali bizni kuzatib turgan hurmatli teletomoshabinlar, biz sizlarga ushbu adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalari orqali ustozlar va barcha ishtirokchilar nomidan murojaat qilmoqchimiz. Siz ham farzandlaringiz, nabiralaringiz bilan xonadoningizda kichkina Navoiyxonlik kechalari, adabiyot kechalarini o'tkazsangiz, biz maqsadimizga yetgan bo'lardik. Chunki ma'naviyat, ma'rifat, ilm ziyosi har bir xonadonda, har bir katta kichikni har doim yodida bo'lib turish kerak. Mana shu so'zlar ostida biz bugungi Navoiyxonlik kechamizni, adabiyot kechalarini hozircha yakunlab turamiz. Sizlar bilan keyingi juma oqshomida ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar. Xuddi shu mavzuda yana adabiyot kechalari Muloqot telekanalida Xo'qand Latifda davom etadi.